Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2021 yili 7 oyning 9 kuni juma. Bugun men makroliq iqtisodiy masalalar haqida, ya'ni milliy daromadning ikkinchi fasldagi ish haqida va yoki bo'lmasa pul pahaligi haqida va yoki ishsizlik nisbatining tuvanliganligi haqida so'zlab yurmayman. Ammo biroz mikroliq masalalar haqida qisqacha to'xtalib o'taman. Hatto vabo to'g'risida to'xtalmayman. Ya'ni oldi bilan bir qism Uyg'urlarga munosabatli xabarlarni ko'pchilikning diqqatiga sungandan keyin bu to'g'risida to'xtalaman. Xabaringlarda bo'lganidek bu hafta Amerikaningki davlat ishlari kotibi Anthony Blinken apandi Xitoyning jazo lagerlaridan qutulib chiqqan ba'zi qarindoshlarimiz bilan ko'rishib, ularningki kechmishlarini o'z quloqi bilan anglagan va hamda Xitoyningki Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va kishilik huquq dafsandichiligiga qarata Amerikaning texmo bir tadbirlarni oladiganligi haqida so'z qilgan bu haftaning boshlarida. Mana bugun Amerika hukumatı Xitoyning Uyg'urlarni bostirishida qonli qo'li bo'lgan 14 shirkati, ya'ni 14 shirkatning 14-15 shirkatiga nisbatan jazo yurgizdi. Bu deganlik ularningki mahsulotlariningki Amerikada sotilishini to'sish deganlik. Bu Xitoylarning bizga qilgan askiligi uchun to'lanadigan badallarning nisbatan konkretlanishi. Xabaringlarda bor, Trumpning vaqtida 2019-yil, 2020-yilninki 2020-yillari Trump hukumati 44 tak Xitoyning shirkatiga jazo yurgizgan. Ya'ni kishilik huquqni dafsanda qildi, majburiy emgakni qo'llandi, Uyg'urlarni shunday ishlatib, ham ularni nazorat qildi, kuzatish asboblari orqali nazorat qildi, ularning erkinligini bo'g'di deb ham yana 20 dan ortiq Xitoyning amonliq jamoat xavfsizligi idoralarini shunday ular qarata bir cheklama qo'ygan, mundaq aytgan vaqtda jazo yurgizgan. Ammo ala shu 1 yildan ortiq vaqtdan buyon Xitoy Uyg'urlarga qaratgan o'zining bu besishlarini to'xtatgani yo'q. O'zgartgani yo'q, siyosatni o'zgartgani yo'q. Ya'ni shu xato yo'lida davomli ketyotdi, ya'ni jinoyatlik bu yo'lda mengyapti. Bundaq bo'lgan ekan, demokratik allardan bu Xitoyning bu qilmishlariga qarata ayiblar kelyapti. Ammo bu ayiblar faqat hozir gap bilan to'xtatiladi. Ya'ni guldirba yomg'ir yo'q bo'lib qolayotgan gapda. Shunga bir xato ishni qilsa, u qilayotgan xato ishga nisbatan u badal to'lamasa, u shu ishni qilaveradi degan gap. Ya'ni u qarg'ulachi jasoratli bo'lib shu jinoyatlik qilmishlarni davomlashtirdi degan gap. Hamda azroq bir yomg'ir yog'dirish uchun, yana bu deganlik guldirva yomg'ir yo'q holatdan biroz guldirim bor, chaqmoqim bor, shivirg'inim bor, shundoq bir holatni paydo qilish uchun Amerika hukumati bu qatim yana bizning Uyg'urlarga qaratgan Xitoyning bostirishida vositachilik bo'lgan yoki shuningga hassa qo'shgan 14-15 Xitoyning shirkatiga qarata jazo e'lon qildi. Albatta buningga nisbatan Xitoyningki tashqi ishlar ministrining bayonotchisi Wang Wenbin bu xato qilmish, Amerikaning bu qilayotgani. Biz amaliyotda bu xalqningki turmushini yaxshilash uchun, ish qo'llashtirish uchun anda qilyapmiz, bunda qilyapmiz. Bizningki qilayotgan ishlarimiz bu rayon tutayotgan siyosatimiz oshqullikning oldini olish, bo'lginchilikning oldini olish deydigan bir toza kona gaplarni takrorlab bu masalaning ularning bizga tutayotgan siyosatning diniy masala emas, irqiy masala emas, kishilik milliy masala emas, kishilik huquq masala emas ekanligini takror deyapti. Ko'pchilikka yanki Xitoyningki tashqi ishlar ministrligininki bayonotchilari izchil Uyg'ur masalasida mush gapni deydi. Ammo buni hozir dunyo ko'rdi. Ezilayotgani, besilayotgani Uyg'urlarni asos qilgan Turkiy xalqlar. Bu demak bu irqiy masala degan gap. Ya'ni Amerikaning terrorga qarshi yer shari xarakterli shu urushini bana qilib, buningdan foydalanib Xitoy Uyg'urlarni bo'ysundirishdan iborat shu qora niyatiga yetishni ko'ydi bo'ldi degan gap. Ya'ni bu Uyg'urlarningki Uyg'ur qatorliq, Uyg'ur qozoq qatorliq Turkiy xalqlarga qarata bu xil besimni
bu xil besishni yurgizdi. Bu albatta irqiy masala edi. Uning ustiga bularning hammasi musulmon xalq. Shunga islomiy shaklda kiyingan, islomiy turmush odat bilan yashayotgan xalqqa nisbatan ham bu jazolash, bu besish nihoyatda ig'ir. Demak, bu bir diniy masala bo'ldi. Ammo yig'inchoqlab kelganda mayli ularga, ya'ni Uyg'ur qatorliq millatlarga nisbatan yurgizgan bu siyosiy irq asosida bo'lsin va yoki bo'lmasa diniy sabablar asosida bo'lsin, bularning hammasi kishilik huquqni dafsanda qilish masalasidan iborat. Xitoy bu yolg'onlarni qanchalik deyishdan qat'iy nazar, endi uning yuziga san bir irqiy qirg'inchi degan tamg'a urilib bo'ldi. Xitoy mana mushuningdan, mushuni o'zini oqlash uchun har xil o'yinlarni o'ynayotdi. Xo'sh, bu Amerika hukumatining nisbatan chishiva bir amaliy harakat qo'llanayotganligi. Endi Yevropa tarafdan Uyg'urlar masalasida ifodasi sal ko'rinarli gavlik bo'layotganlari yaqindan buyon qaysi desa, Yevropa parlamenti bugun umumyuzlik bir qaror ma'qullab, bu qarorning qonuniy ijro qilish kuchi yo'q. Qaror ma'qullab, Yevropa hukumatlarining, Yevropa ittifoqi a'zo davlatlarining diplomatlarining 2022-yillik Beijing olimpik qishliq olimpik yig'iniga qatnashishga boykot qilish, ya'ni unga qarshi turishni qaror qilib ma'qullabdi. Ammo Gretsiya ama Yevropa hukumatining, Yevropa birligining bir a'zosi. Gretsiya hukumatiningki bir xabarlarga qaragan vaqtda boshbaqani Xitoyningki shu olimpik musobaqa qilgan taklifini qabul qilgan o'xshaydi. Endi bu ishlarga biz ya'ni qaraymiz. Zodi Xitoy bu olimpik musobaqasini ilib bora olamdi, bora olmamdi. Xalqaradagi kishilik huquq uchun so'zlayotgan, demokratiya deb so'zlayotgan bu davlatlarningki gapining zodi qanchalik kuchi va Xitoy shu o'zininki jinoyatlik qilmishdan yanmamdi. Ondan sırt, yani Angliya hukumatining parlamentimi Uyg'urlar masalasida nisbatan yaqindan buyon bir necha kundan buyon kuchliroq ohangda gap qilyapti. Ya'ni deydiki, agar Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komissari Michel Bacheletning Uyg'urlarning vataniga berib, shu bo'layotgan ahvollarni ko'zdan kechirib tekshirib kelishiga yo'l qo'ymasa, yana 9-oyning 24-kunigacha biz umumyuzlik shu olimpik musobaqasini boykot yoki bundan voz kechishimiz kerak, qatnashmasligimiz kerak degan gapni da'vatida bir qism parlament a'zolari Uyg'urlarga Angliyani boshlab, Uyg'urlarningki shu Angliyaga kelishiga ko'chman bo'lishiga tez suratda hamdamda bo'lish tashabbusini ham o'ttirib qo'yapti. Bu gaplar Uyg'urlarga nisbatan istashliq qo'llash, Xitoyning jinoyatlariga nisbatan bir xil zarba berish tusini olgan bilan, ammo bunday gaplar deyilyapti. Bu reallikqa aylanib, bir rasmiy, bir kuchi bor narsaga aylanmaguncha bularni yana kuzatish kerak. Endi yana bir kishilarning diqqatini tortgan ish, mana 1-2 kundan buyon Amerikaning Afg'onistondan o'zining qo'shinlarini yondirib chiqishi bilan birlikda Afg'oniston hozir bir xil jiddiy Afg'onistonning siyosiy ijtimoiy vaziyati bir xatarlik holatga yuzilayotgandek turibdi. Hemen turdi desam, niyat bo'lmagandan keyin turibdi. Xabarlardan ko'rsam shunday ekan. Buningga nisbatan, ya'ni Talibanning kuchlari hozir Afg'onistonningki umumiy davlat Ashraf G'ani hokimiyati hozir Afg'onistonningki territoriyasiningki 3dan 2 qismini egallaydigan, Talibanlar 3dan 1 qismini egallaydigan. Ammo Talibanlarningki bayonotchisi Suhayl Shahinning aytishicha, ular 85% ya'ni kontrol qildi ekan. Menimcha bu ko'p turayotganlik. Ammo ularning bir gapi, biz Xitoy hukumati do'stona davlat, biz ularning Afg'onistonga kelishini, bizni qo'llashini, bizga yordam berishini umid qilamiz, qarshi olamiz debdi. Ular qarshi olgandan keyin Xitoylar berib shularga yordam bersin shundaqmi? Ayni vaqtda Xitoylar Talibanlarni undaq terrorchi, undaq askar degan. Mana endi bugun bular bu ikkisi, birisi diniy oshqonlar, birisi kommunist oshqonlari, millatchi oshqonlar, bular hozir bir yaloqni yalayotdi. Demak, bu bizga nimani tushuntirdi desa, Angliyaningki bosh ministri, marhum, ya'ni sobiq bosh ministri Winston Churchillning davlatlar o'rtasida mangulik do'st yo'q, mangulik dushmanmi yo'q, ammo mangulik manfaat bor degan gapining yana bir qatim amaliyotda ifodalanayotganligini ko'rsatdi.
Xo'sh. Endi yana bir xabar. Yaqindan buyon Xitoy o'quvchilar ko'pchilikning xabari bor. 1,5 yildan buyon Xitoylarning Amerikaga kelib, Xitoy o'quvchilarining Amerikaga kelib o'qishi vaboning ta'siridan cheklanib uchirgan, ammo 5-oydan boshlab Amerika hukumatı Xitoy o'quvchilarga viza berishni boshlagandan keyin Amerikada o'qishga nurg'un o'quvchilarga viza beribdi. Shundaq bo'lsa 500 o'quvchiga viza bermadi. 500 dan ortiq o'quvchiga. Bu 500 dan ortiq o'quvchilarning putdagi maktablari birinchisi Xitoyninki armiyasi bilan munosabatli oq ko'rinishi bor ekan. İkincisi bular Amerikaning kelib Amerikada STEM o'qimoqchi ekan. Bu STEM degan gapni bir tushuntirib qo'yay. STEM science, ya'ni fan deymiz, technology, texnika deymiz, engineering, injenerlik deymiz, mathematics, matematika, ya'ni STEM. Bu shu 4 turininki dastlabki birinchi harfdan tashkil topgan. Mushunda o'qimoqchi bo'lgan Xitoylardan 500 dan ortiqqa viza bermabdi. Garchi ular Harvard, MIT, Yale o'xshash Amerikaning University of California, Berkeley'ga o'xshash Amerikaning dunyoda dangliq universitetida qabul qilingan, hatto o'qish mukofoti ilib qabul qilingan bo'lsa-mu, ammo Biden hukumatı ayni vaqtda Trump hukumatı prezidentlik buyruq chiqarib ijro qilish kerak bo'lgan bir farmon bo'yicha 500 dan ortiq o'quvchiga viza bermagan. Buningga Xitoy hukumatı millatchi, Xitoy millatchisi Zhao Lijian, eriqchisi Zhao Lijianlar chanishib ketgan gap. Shu bu yerda STEM degan buni aytib muhim. Bu STEM degan bir davlatning gullanishida, bir millatning gullanishida buni aytib muhim. Science, fan, texnika, injenerlik, matematika bu kasblar bularning hammasi bir-biriga bog'lanishib ketgan. Masalan, injenerlikni bilish uchun matematika bilish kerak, injenerlikni bilish uchun texnikani bilish kerak, science fanni bilish uchun matematika bilish kerak deganga o'xshash. Bu kasblarni cho'qim o'qish kerak. Bir mush kasblarni o'qigan odamlarmi taraqqiy qilganlarda Amerikada xizmatni yaxshi topa oladi. Texnika bularning maoshi yuqori. Bunga nisbatan talab ish bo'lmoqda. Hozir Amerika hukumatı shu STEM sohalarida o'qigan odamlarga ehtiyojli. Amerikaning emgak byurosi ham shunday mo'lcharlabdi. 2029-yilgacha biz shu sohadagi xizmatlar yilga 10% ish bangdi deb. Ham ularning maosh ta'minoti yuqori. Bu emgak bozorida, ya'ni emgak bozorida ta'minlash bilan talabdan iborat shu xil munosabatning o'zaro interaction deymiz, o'zaro shunday uchrashishdan bo'ladigan ish. Ya'ni bu kasbda o'qigan odamlar oz bo'lgandan keyin uningga jiqroq maosh beramiz, mush kasbni bitaganlarga desa ko'proq odam o'qiydi. Demak, shu mush jihatda muayyan bir tangpunlikka yetish uchun bular kasblarda o'qiydigan odamlarga nisbatan talab yuqori bo'lganlikdan maoshni yuqori qilish kerak. Shunga bu kasblarda o'qiydigan odamlar, ya'ni yoshlarimizdanki biz ko'proq bo'lishini umid qilamiz. Chunki bular hozir qaraydigan bo'lsak, bu Amerikada emas, dunyoda shu texnikaga tayangan millatlarningki iqtisodiy taraqqiyoti nihoyat yuqori bo'lyapti. Hatto shu internet paydo bo'lgan 20 yil, ya'ni umumyuzlik internetning paydo bo'lgan xil bo'lgan, ammo uningki umumyuzlik qo'llanishiga bir 20 yil bo'ldi. 90-yildan buyon. Mana shu jarayonda Amerikadami, Xitoydami nurg'unlagan milliarderlar paydo bo'lib ketdi. Masalan, Xitoyning Alibabaning mayun ilib yesaq shu Amerikaningki kimlarni Microsoftning Bill Gatesdan tatman mushlarning hammasi internet orqali, kompyuter orqali mushni asos qilib turib, tijorat ideyasi bilan dunyoga yuzlangan kishilar. Shunga hozir hamda shu sun'iy aql texnikasi, bulutliq hisoblash deymiz. Mana shu nurg'un narsalar bor. Bularningki meditsinada qo'llanishi, yana sayyada qo'llanishi, ishlab chiqarishda qo'llanishi va hatto mulozimatda qo'llanishimi keng ko'lamli bo'layotdi. Kim oldida mangsa, shu utyotdi, shu boy bo'layotdi. Burunlarda bir asr burun, 2 asr burun bu baylar kim, qanday odamlar boy bo'lgan, cho'ng baylar, milliarderlar kimlar, bank qurgan, masalan, anda neft ochgan, shundaqlar boy bo'lgan bo'lsa, bu ay bu kunlardagi boylar qaysi desa, shu pul muomala bilan kompyuter texnikasini birlashtirib oldida mang'alagan, yangicha bir tijorat usuli bilan ish tutalgan kishilar boy hisoblanyapti. Shunga bizningki yoshlarimiz shu Uyg'ur
STEM programmasi bormi, men deb o'tdim. Ashni cho'qim qadrlash kerak. Ko'p inglizchani bilish kerak. Xuddi dollar dunyoda oqilgan, asosan Amerikani o'chkirgan davlatlardan tatib, Amerika qarshi davlatlardan tatib hammasi dollar oladi. Dollarni tutadi. Shuningga o'xshash, bu ingliz tilimi dunyoda asosli tijorat tili, alohida tili bo'lib qoldi. Shunday bo'lganlikdan yoshlarimiz cho'qim ingliz tilini yaxshi o'rganish kerak. Mana shu bizningki bir qism pidakar kishilarimiz ingliz tilini to'van naq bilan o'tib qo'yapti, yoki bo'lmasa haqsiz o'tyapti. Bir qism pidakar yoshlarimiz shu matematika, kompyuter bilimlarini haqsiz o'tyapti. Mana mushularning qadriga yetish kerak. Agar bizning yoshlarimiz shunday tushkunlashib, umidsizlanishib, ruhsizlanishib yetib olsa, bu chaqda ba'zi sababni yomon kunga qilishimizni o'zimizdan ko'rishimiz kerak. Bir odamning o'zida bir nima, yoshirin kuch, potensial kuch yuqori bo'ladi. Biz ashni qezishimiz kerak. Yosh deganda vaqt bor, fursat bor. Sinaq qilishga, mag'lub bo'lishga, yiqilib tushishga, o'rnidan turishga, ilgarilashga va vurra deb oldiga itilib minishga fursat bor. Shunga bu yoshlarimiz mushularni ko'proq mushu fursatlarni ching tutib, mushu sohalarda tirishsanglar, injenerlik texnologiya deganda. Mana ko'rdinglar, Xitoydan kelganlarga nima bermidi? Viza o'qish mukofot pulini olsinmi, viza bermidi? Dunyoning boshqa yeridagi erkin davlatlardagi qarindoshlar mushuni yaxshi o'qib, Amerikaning oliy maktablariga aspirantlikqa, doktorlikqa, magistrlikqa yoki doktorlikqa iltimos qilsanglar, Amerikada yashab baqqan, turib baqqan, mushu sohalarda ish qilib baqqan men va menga o'xshash ba'zi kishilar sizlarga yordamda bo'lamiz. Ya'ni maktablarni tanishtiramiz. Ba'zi maktablarga iltimos qiladigan application fee deydi, iltimos qilgan haqqinglarni to'lab qo'yamiz. Tanishtirish xatlarini yozib beramiz. Gezi kelsa o'qish mukofoti elishinglarga 11-nomerlik mashinani ishga silib biz mengib beramiz. Shunga qarindoshlarga deydiganim mushu narsaga bir yoshlarımızga bo'libmi, yoshlarımızga va bolalarga, ota-onalarga tavsiya qilganim mush ishda bir kuchsanglar, ruhliq, umidvorlik bilan bir tirishib baqsanglar. Anandan keyin yana men ayrim korxonchi qarindoshlarimizning ba'zi materiallarini ko'rdim. Bu yerda zavod qurgan, fabrika qurgan bu qarindoshlarimiz o'zimizningki hamshiralarimizni, qarindoshlarimizni ish qilib ishlatib o'tibdi, bozor ichib o'tibdi. Bunun mushundaq pidakar kishilarimizga tashakkur, rahmat. Ya'ni o'zimizdagi kuchni qazgan vaqtda, o'zimiz o'm va ittifoq bo'lgan vaqtda, tirishchan bo'lgan vaqtda, aqlimizni ishlatgan vaqtda biz har jihatdan yuksalamiz. Ammo yaxshi ishlarning vujudga chiqishiga vaqt ketadi, tantagil qilib ketsak bo'lmaydi. Cho'qim haliqi bir aqllarning gapi bo'yicha ish tutmoq lozim ba'zi. Nima desa? O'milgan bo'lmagan hammadan yomon o'ltirib qolgan deb. O'ltirib qolsak, yetib olsak bo'lmaydi. Xo'sh. Endi men mishada yana bir gapni deyman. Shu IPO deydigan bir gap bor. Xitoy 6-oyning 10-kuni Amerikaning Xitoyniki Didi Chuxing deydigan bir shirkati Amerikaning pay bozorida payini bozorga soldi. Ya'ni IPO faqat, ya'ni Initial Public Offering deydi. Bu deganlik xususiy shirkat o'zining payini xalqaro kapital bozoriga soldi New Yorkda. Seleblar bir 6 kunlik yillam shu haftasi bu Didi Chuxing degan bu shirkat, Xitoyning shirkati 4.14 milliard dollarlik kapital yig'ildi, payini shunchalik sota oldi shu haftada. 16-kuni Xitoyningki boshqarish tarmoqlari bularni tashkil qildi. Bu Didi Chuxing degan shirkat, Didi degan gap bizning tilimizda mashinalarning kanini bassaq nima deydi? Düt deb ovoz chiqadi. Shunda ham biz düt deb ovoz chiqadi deymiz. Ammo bu Xitoylar mashinasining labasini bassa Didi deb chiqdi ekan. Shun bular Didi deb quribdi ekan. Bu 2012 qurilgan bir shirkat kishilarning o'tirisida bo'lgan mandaq bir ehtiyojni, ya'ni bir odamning mashinasi yo'q, ammo bir yerga bormoqchi. Buning uchun qanday qilish kerak deganda, shu kompyuterdagi yoki telefondagi sun'iy aqlli telefondagi app orqali men mayaga borman, kelmayaga deb shunday mulozamat bilan boshlangan. Bu xuddi Uberga o'xshash.
Mao şirket, Didi degan şirket keyin Uber'ni Xitoydan siqib chiqarib o'tibdi. Ma şirket tushgandan keyin. Anandan keyin buningga nurg'un Amerikaning ba'zi shirkatlari, Yaponiyaning banklari mablag' sapdi. Shuning bilan bu xususiy shirkat, ya'ni private company deymiz. Shuni dastlabda qurgan, shuni mablag' solgan odamlarningki ma'lum paylar bo'ladi. Andan keyin ular Amerikaning New York paychiga bozorida o'sha IPO'ni taqtish uchun, ya'ni shu butun shirkatning qimmatini munchalik yaraydi deb hisoblab, shuni paylarga bo'lib, mana 100 million payimiz va bozorga solamiz deb soladi. Ya'ni ilqib ma'lum underwriters deb qo'ydi. Bir turkum odamlarni taklif qilgan, ya'ni ilqi mablag'chilik banklaridagi odamlarni taklif qilgan bundaqlar pul muomala analizchilari bo'ladi. Anadan keyin mablag' saqchilar bo'ladi, mablag' analiz qilganlar bo'ladi. Ana kinishkilik buxgalterlar bo'ladi, advokatlar bo'ladi degandek. Bular shirkatning umumiy ahvolini egallab, endi maxsus shirkatni biz ommaviy shirkatga aylantirish uchun, payini bozorga solish uchun sen bizga manchilik pay bersan yoki manchilik haq bersan deb kelishdi. Andan bular bütün materiallarni yig'ib, New Yorkdagi Stock Exchange Commission'ga sunudi bular. İltimas qildi. Ular tasdiqlagandan keyin ularning kapital bozorida o'zining chek payini taqdi. Bir qarasak, Xitoyning bir shirkati Amerikaning paycheki bozorida, yer shari kapital bozorida, dunyoviy kapital bozorida o'zining payini soldi degan gap Xitoy uchun bir yaxshi gap bo'lish kerak-ku. Shunami? Lekin Xitoy bu yerda buningga nisbatan to'sish tarafda bo'ldi. Ya'ni bütün shu shirkat, shu Xitoydagi har bir sun'iy telefondagi Didi degan bu shirkatga munosabatlik barliq applarni ilvatdi. 24 xil app ekan, hammani ib tashidi. Shuning bilan bu paylar 20-30% chiqib ketdi. Bu deganlik nima desa, ayni vaqtda bu bozorga solingan vaqtda to'varak boshlandi, ma'lum vaqtga bu o'rlaydi. Nurg'un odam buni yuqroq bahoda olib qo'ydi. Amerikaliklar oldi buni. Endi Xitoy bu shirkatni tekshiraymiz, tartibga solamiz degandan keyin nimishqa ularning sababi nima desa, sen bizning uchurlarimizni chet elliklarga, amerikaliklarga, bizning mushadga odamlarning uchurlarini, shaxsiy uchurlarini chet ellarga yo'tkitib qolsan deganni bana qilib. Shuning bilan paylar tushib ketdi. Buning ziyon kimga uchirdi? Shu shirkatning peynag'inlar ko'pincha amerikaliklar uchirdi. Ya'ni shaxslar uchirdi. Mening yenimda bir bola ashni ep qo'yapti ekan, shuning uchib ketibdi. Qaqshaydi kuni. Bir shaxslar, bir Uyg'ur bola shunda opdi endi. Shuning uchib ketibdi. Anadan sırt yani nurg'un banklar, institutionlar istab qo'ymiz. Ba'zi organlarni olib ekan, ularimiz ham tatdi degan gap. Xo'sh. O chaqda bu nima desa, bu Amerikalik mablag' saqchilarni mayli shaxs bo'lsin yoki shirkatlar yoki banklar bo'lsin, bularningki pulining xatarga duchor bo'lishida zodi kimning sababi bor? Hozir mushu masala. Ya'ni Amerikaning ishki kengash palatasining a'zosi buni tekshirish kerak. Mush Didi degan shirkat o'ziningki mush Amerika pay bozoriga pay taqishida Xitoy hukumatining o'zlarini tekshiradiganligini bilib turib, mush xatarning borligini bilib turib, mush yolg'on so'zlab qildimi yoki qilmadimi deb. Xitoylar dediki, sen chet elga Amerika kapital bozoriga mablag' solib banda qilsang, ma'lum igdorchilik huquqi chet elga o'tib ketsa, sen mao bizningki fuqarolarningki shaxsiy uchurini aloqa yo'tkitsan da'vat. Xabaringlarda bor, Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi munosabat Trumpning vaqtida so'dirishdan boshlangan. Xitoydan kelgan mallarga tamojna bejini yuqorlashadi. Bu hozir kengayib necha sohaga berib taqaldi. Ya'ni harbiy jihatdan tortib texnologiya, ma'rif, pul muomala, kapital bozoriga. Amerika Xitoyning ba'zi shirkatlarini shu paychika bozoriga mablag' solgan ba'zi shirkatlarni qo'g'lab chiqadi. Endi mushunda chaqda Xitoy qo'pab Amerika bilan bir maydon to'g'anligidek, ya'ni o'zining shirkatlarining Amerika bozorida, kapital bozorida bo'lmasligini umid qilgandek mushuna qilyapti. Nimishqa? Bu balkim ularni taktik bilan ish qilayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni birsi
Xitoyninki Alibabaga o'xshash cho'ng shirkatlari, Didiga o'xshash shirkatlari bak zo'rayib ketib qolmasa, bizning hokimiyatimizga tahlika olib kelish mumkin deb o'ylagan bo'lish mumkin. Yana birisi qara, mana Amerika Xitoy bilan yaxshi o'tmasa, sening hukumating senga o'xshash mablag' sarflashlar ziyon tortadi deganni Amerikalik mablag' sarflashlarga ko'rsatib qo'yish uchun bo'layotgan bo'lish mumkin. Endi bu yerda IPO deydigan masalani bir kichkina so'zlab o'tay. IPO initial public offering degan bu gap bu huquq yoki bu usul 1600-yillar Gollandiyaliklar tarafidan maydonga kelgan. Ya'ni hozirgi zamonda biz deyotgan shu xususiy shirkatlarning ommaviy shirkatga aylanishda pay cheki taqtish usulini Gollandiyalik Yevropaliklar o'tirib qo'ygan. Ayni vaqtda bular 1602-yili Sharqiy Hindiston shirkatiga Gollandiyaningki shu qurib mablag' sarflagan vaqtda ishlatgan bir usul bu. Mana 400 yil jarayonida bu taraqqi qilib, rivojlanib, takomillashib hala bugungi kun keldi. Shunday bo'lsa, ba'zi shirkatlar yolg'onchilik qilib mablag' sarflashlarningki pulini ilib oladigan yoki aldab yeb oladigan ishlar bor. Masalan, Amerikada buni olmay turibmiz hamda. Masalan, Amerikada Enron deydigan bir shirkat 2000-yilning 5-ida oshna bo'lgan. Xo'sh. Shunga shirkatlar shundoq taraqqiy qilgan vaqtda xususiy shirkatlar, masalan, bir shirkat qurib, men kengim zo'raymoqchi, kengaymoqchi. Buning uchun mablag' kerak. Bu mablag'ni qanday qilma do'stlarimdan, tuqqanlarimdan olmayman. Shunga ma'lum bir sharoitlarni hozirlagandan keyin men shundoq menga yordam qiladigan bir qism. Bu jarayonda menga balkim farishta kapital bilan ta'minlaydigan odamlar bo'lishi mumkin. Angel investors. Ular mening ideyamni yaxshi ko'rsa, unda bo'lsa payona manch %ni bor, ichki qismda manchlik pulni ishlab deydi. Endi bu shirkat yaxshi bo'lgandan keyin men texnik cho'ng ishlarni qilmoqchi. Bunda vaqt qanday qilaman? Bunda vaqtda men shu haliqi mablag' sarflovchi banklardan birini tepib, andan shu kapital bozorida men payimni taqdim ko'pchilikka bozor salaman deyman. Ma'lum bir bosqichlarni besib o'tgandan keyin shirkatni qo'ygan, shu shirkatni dastlabda qo'llagan odamlarning har biriga necha yuz mingdan necha milliondan pay tegidamda. Ommaviy aylangan vaqtda. Shu vaqtda shu shirkatni qurgan odamning bir odiq chiqdi. Necha yuz million pay, shunday bozor saldi $15 bo'lsa, 100 million payni olgan bo'lsa, shirkatni qurgan odam shu vaqtning o'zida buning puli $150 million bo'ldi degan gap. Shunga IPO taqtishdan asosli maqsad shirkatning o'zini cho'ngaytirish, o'zini zo'raytirish uchun mablag'ga ehtiyojli bo'lganligidan. Bu shuni bilan birlikda yana shu shirkatni qurgan odamlarningki og'zining mayga to'lishni ko'zlaganligidan uning pini olgan odamlar cho desa, ma shirkat yangi qurildi, manda aloyligi bor ekan. Chunki ular o'zini tashviq qildi, manda qilamiz, anda zo'raymiz deb. Mening umid bor ekan, meni men olib qo'ysam, manchlik vaqtning ichida manda bilib ketish mumkin deganlik uchun ashning pini oladi. Shunga bu to'g'risida azroq bir bilib qo'ysanglar ko'pchilik. Rahmat.